Zakanaldan yana bitta bir xonali uy chiqib qoldi. Katta kvadratlisidan bu 3-qavatda 4 qavatli uylarda 5 konechka yaqinida joylashgan, yo'lda bo'yida. Tashqarida mashina qo'yishingizga ham joy mavjud, yo'lda bo'yiga bir qadam. Lokatsiya yaxshi joyda joylashgan. Xonasini ko'rishingiz mumkin. O'rta holatda bu ham tayyor ijarachisi bilan turibdi. Olib foydalansangiz ham bo'ladi. Passiv daromad. Romlari akfa romlarda. Eng qizig'i bu tomonda buni verandasi joylashgan. Oshxonani bu tomonga ko'chirib 2 xona qilib olsangiz ham bo'laveradi. Aytganimizdek, romlari to'liq akfa romlarga o'zgartirilgan. Bu tomoni tashqaridan kirish qismi, koridor. Bu yerda umumiy sanuzel bor. Ko'rishingiz mumkin, kattagina. Kvadrat kattasidan bu. Bu tomoni esa oshxona qismi, ko'rishingiz mumkin, bu yer ham kattagina. Uy jihozsiz holatda sotuvga qo'yilyapti. Tayyor ijarachisi bilan passiv daromad olmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilib qolamiz. 3-qavatda joylashgan bir xonali kvartira 2 xona qilsangiz bo'ladi, chunki verandasi mavjud. Narxi esa $18,500 egalar tomonidan baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqqonlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'linglar, sizlarga bundan ham zo'rlarini davom etamiz.